Dehqon va fermerlar diqqatiga. Oddiy sug'orishda artsan suvlardan foydalanish bu suvning tez bug'lanishiga va yer namligini ushlab tura olmasligiga sabab bo'lishini bilarmidingiz? Bunday holatda o'simlik ildizi tez quriydi, hosil kamayadi. Suv esa har doimgidan ortiqcha isrof bo'ladi. Tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlari esa butunlay boshqacha ishlaydi. Suv o'simlik ildizigacha sekin va barqaror yetib boradi. Yer namligi uzoq muddatda saqlanadi. Eng muhimi, suv isrof bo'lmaydi. Agar sizda ham sug'orishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga tomchilatib sug'orish va yomg'irlatib sug'orishni o'rnatib beramiz. Dehqon va fermerlar diqqatiga. Oddiy sug'orishda artsan suvlardan foydalanish bu suvning tez bug'lanishiga va yer namligini ushlab tura olmasligiga sabab bo'lishini bilarmidingiz? Bunday holatda o'simlik ildizi tez quriydi, hosil kamayadi. Suv esa har doimgidan ortiqcha isrof bo'ladi. Tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlari esa butunlay boshqacha ishlaydi. Suv o'simlik ildizigacha sekin va barqaror yetib boradi. Yer namligi uzoq muddatda saqlanadi. Eng muhimi, suv isrof bo'lmaydi. Agar sizda ham sug'orishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga tomchilatib sug'orish va yomg'irlatib sug'orishni o'rnatib beramiz.